baraka topgur. Mana bu o'rtoqlar obedga 1 emas, kechki 1:52 minut o'tdi. Qatta ko'rgansizlar 24 soat ishlaydigan urologiyani o'rtoqlar. Kantin 25 yillik klinika aka shunda. Urologiyaga mana hozir bitta do'stimizni tubdan CD yo'lda shu o'zi bunday yonida pristup berib qoldi, kelib tekshirdik. CD yo'lda tosh bor ekan, olib kirib ketishdi. Ha, xudo xolasa hozir 20 minutga qolmasdan, kesmasdan CD yo'lni o'zidan olib qo'yamiz deydi. Bunaqangi shu tibbiyot shunga keldimi Johir aka? Ha, nima deysiz? 24 soat davomida urologiya bo'limi ishlaydi bizda. Hozirgi bemorimizda tosh sidignaning o'rta qismiga tiqilganligi ko'rindi, aniqlandi va shu lazer yordamida maydalab hozir bemorga shifo ulashiladi. Ana, hozir men nomerlarni qo'yib qo'yapman. Kantin urologiya 24/7 deb saqlab qo'yinglar. Xudo saqlasin, ertaga nimadir bo'lsa ham kech payt urologlar bo'lar ekan shu yerda. Qo'rqmay kelaverasizlar. Akamiz ana dam olyaptilar. Tanjoningiz sog' bo'lsin aka. Bitta like bosib qo'yinglar jamoa uchun o'rtoqlar. Manzilni yozasizlar, lokatsiyani tashlab beraman. Eng zo'r jami nechta urolog bor? 8 ta urolog. 8 ta urolog bor, mana detskiy urolog bor. Qolganlari operatsiyada chempionlari shu yerda ekan o'rtoqlar. Kuch-quvvat bersam bir bola qilib tong yottirib olamiz endi aka.